Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu mavzu pensiyasi bank kartasiga tushadigan har bir inson, ayniqsa pensioner ota-onasi. Buyisi yoki bobosi bor oilalar uchun bevosita aloqador. Gap shundaki, banklar pensiya kartalari bo'yicha ayrim amaliyotlarga ancha jiddiy qaray boshladi. Karta kimning nomida bo'lsa, puldan foydalanish. Kartani boshqa odamga berish, begona telefon raqamiga ulash, shubhali pul o'tkazmalari va naqdlashtirish masalalari endi oddiy holat deb qaralmaydi. Men bu videoda sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligi, qaysi xatolar pensiya pulini vaqtincha bloklanishiga olib kelishi mumkinligi va bunday vaziyatda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan barcha tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri harakat sabab odam o'z pulidan vaqtida foydalana olmay qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya kartasini o'zi ishlatmasdi. Masalan, ona yoki ota pensiya kartasini farzandiga berib qo'yardi. Farzandi do'kondan xarid qilardi, bankomatdan pul yechardi, telefoniga SMS xabarni ulab qo'yardi. Ba'zan mobil ilova orqali boshqa kartalarga pul o'tkazardi. Ko'p yillar davomida odamlar bunga o'rganib qolgan. Bu mening onamning kartasi, men farzandimdan pulni olib beraman degan tushuncha kundalik hayotda oddiy ko'rinardi. Lekin bank tizimida karta shaxsiy moliyaviy vosita hisoblanadi. Ya'ni karta kimning nomida ochilgan bo'lsa, bank oldida aynan o'sha odam javobgar hisoblanadi. Kartaning PIN kodi, SMS kodi, mobil ilovaga kirish paroli boshqa odamga berilmasligi kerak. Bu qoida oldin ham bor edi, lekin hozir banklar buni ancha qattiq nazorat qilmoqda. Sababi firibgarliklar ko'paydi. Pensionerlarning kartalaridan noqonuniy pul yechish holatlari uchrayapti. Ayrim odamlar keksa insonlarning ishonchidan foydalanib, ularning kartasini o'z manfaatiga ishlatyapti. Endi nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shuki, banklar karta egasi va kartadan foydalanuvchi shaxs bir xil ekanini aniqlashga ko'proq e'tibor bermoqda. Agar karta egasi pensioner bo'lsa, lekin karta doim boshqa odam qo'lida ishlatilsa, juda tez boshqa kartalarga pul o'tkazilsa, katta summalar kelib ketsa yoki karta egasiga tegishli bo'lmagan telefon raqamiga ulangan bo'lsa, bankda savol tug'ilishi mumkin. Bank bu holatda pulni butunlay olib qo'ymaydi. Lekin xavfsizlik uchun ayrim operatsiyalarni vaqtincha cheklashi, karta bo'yicha qo'shimcha tasdiq so'rashi yoki pensionerni bankka chaqirishi mumkin. Men aniq aytib qo'yaman. Pensiya olishning o'zi taqiqlanmagan, pensiya kartaga tushish ham taqiqlanmagan. Bu yerda gap banklar pensiyani bermay qo'yadi degan vahima haqida emas. Gap bank kartasidan noto'g'ri foydalanish, begona odamga berish, shubhali operatsiyalar, SMS kodlarni ulashish va hujjatsiz vakillik haqida ketmoqda. Ana shu nozik joylarni bilmaslik pensioner uchun muammo tug'diradi. Birinchi navbatda kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Agar pensioner o'z kartasini o'zi ishlatsa, PIN kodni hech kimga bermasa, pensiya tushgandan keyin bankomatdan o'z-o'zidan pul yesa yoki do'konda xarid qilsa, xavotirga katta asos yo'q. Bu normal holat. Masalan, 72 yoshli otaxon oyiga 1200 ming so'm pensiya oladi. Pul kartaga tushadi. U 500 ming so'mini bankomatdan yechadi. 200 ming so'mga dorixonadan dori oladi. Qolganini oziq-ovqat uchun ishlatadi. Bu oddiy moliyaviy harakatlar. Lekin boshqa bir holatni olaylik. 68 yoshli onaxonning kartasiga 1 million 500 ming so'm pensiya tushadi. Kartani esa o'g'li ishlatadi. O'g'il har oy pensiya tushishi bilan pulni o'z kartasiga to'liq o'tkazib oladi. Keyin yana shu karta orqali boshqa odamlarga 3 million, 5 million so'mlik o'tkazmalar qiladi. Bank tizimi buni ko'rganda savol tug'iladi. Bu pensionerning o'z ehtiyoji uchunmi yoki karta boshqa odam tomonidan boshqa maqsadda ishlatilyaptimi? Agar bu harakatlar muntazam takrorlansa, bank xavfsizlik bo'limi operatsiyani tekshirishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner buvi farzandiga ishonib kartasini bergan. Farzandi esa kartani mobil ilovaga ulab qo'ygan. Bir kuni telefon firibgarlari qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanadi, SMS kodni ayting deydi. Farzand yoki pensioner ishonib kodni aytadi. Natijada kartadagi pensiya yechib olinadi. Keyin bankka borib pulimni qaytaring deyishadi. Bank esa tekshiradi. SMS kod karta egasining telefoniga kelgan, kod kiritilgan, operatsiya tasdiqlangan. Bunday holatda pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun banklar SMS kod
pin kod va mobil ilova parollarni boshqalarga berishni xavfli deb hisoblaydi. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, pensiya kartasi pensionerning o'zida emas, boshqa odamda yurgan bo'lsa. Ikkinchidan, karta pensioner nomida, lekin telefon raqami farzandi, kelini, nabrasi yoki mutlaqo boshqa odam nomida bo'lsa. Uchinchidan, pensiya kartasidan nafaqat pensiya yechilyapti, balki muntazam ravishda katta summalar o'tkazilyapti. To'rtinchidan, pensioner o'zi bankka bora olmaydi, lekin uning nomidan boshqa odam hujjatsiz barcha ishlarni qilmoqda. Beshinchidan, kartadan onlayn kredit, mikroqarz yoki to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa-yu, pensioner bundan bexabar bo'lsa. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner o'z pulini o'zi nazorat qilsa, kartasi o'zida bo'lsa, telefon raqami o'z nomida yoki o'zi ishlatadigan raqam bo'lsa, pul harakati tushunarli bo'lsa, hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Agar farzandi pensionerga yordam berayotgan bo'lsa ham, buni to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Masalan, pensioner bankka birga borib, ishonchli vakil masalasini so'rashi. Kerak bo'lsa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirishi mumkin. Shunda farzand men shunchaki kartani olib yuraman deb emas, qonuniy vakil sifatida harakat qiladi. Men ko'p uchratadigan muammo shuki, odamlar ona ro'ziku, demak bo'laveradi deb o'ylaydi. Oilaviy munosabatda bu tushunarli, lekin bank tizimida rozilik og'zaki bo'lsa yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank xodimi ekranda faqat kartaning egasini ko'radi. Agar boshqa odam kelib, onamning kartasi, pulini yechib bering desa, bank xodimi uni darhol bajara olmaydi. Chunki ertaga ona kelib, men ruxsat bermagandim desa, bank javobgar bo'lib qoladi. Shuning uchun banklar pensionerlarning moliyaviy xavfsizligini himoya qilish uchun shaxsni tasdiqlash, hujjat so'rash, ba'zan operatsiyani to'xtatib turish choralarini ko'radi. Yana bir real hayotiy vaziyat. Otaxon qishloqda yashaydi, bankomat uzoq. U kartasini qo'shnisiga berib yuboradi. Qo'shni pensiyani yechib keladi. Birinchi oy hammasi yaxshi, ikkinchi oy ham yaxshi. Uchinchi oy esa kartadan qo'shimcha 300 ming so'm yechilgan bo'ladi. Kim yechdi, qachon yechdi, isbotlash qiyin. Pin kodni otaxonning o'zi bergan. Bank bunday holatda pin kod maxfiy bo'lishi kerak edi deydi. Shuning uchun men doimo aytaman, qulaylik uchun xavfsizlikni qurbon qilmang. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy vakillik yo'lini tanlash kerak. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, karta bloklanishi pensiya yo'q bo'ldi degani emas. Ba'zan odamlar bank kartasi ishlamay qolsa, pensiyamni olib qo'yishdi deb qo'rqadi. Aslida pul hisobda turadi. Faqat karta orqali operatsiya cheklangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankka murojaat qilinadi, shaxs tasdiqlanadi, sabab aniqlanadi va muammo yechiladi. Eng muhimi, vahimaga tushmaslik va begona odamlarga SMS kod aytmaslik. Ikkinchi nozik masala, bank kartasi va pensiya tayinlanishi bir xil narsa emas. Pensiyani davlat vakolatli organlari tayinlaydi va hisoblaydi. Bank esa pulni yetkazib beruvchi moliyaviy vositachi sifatida xizmat qiladi. Demak, bank sizning pensiyangizni o'zi xohlagancha bekor qilmaydi. Lekin bank karta xavfsizligi noqonuniy operatsiyalar, shubhali pul aylanishi bo'yicha choralar ko'rishi mumkin. Bu farqni tushunish kerak. Uchinchi nozik masala. Ishonchnoma. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, ko'zi ojiz bo'lsa yoki bankka borishi qiyin bo'lsa, farzandi yoki boshqa yaqin inson yordam berishi mumkin. Lekin buni hujjat bilan mustahkamlash kerak. Notarial ishonchnoma orqali vakil pensioner nomidan ayrim harakatlarni bajarishi mumkin. Bunda bank aniq ko'radi. Bu odam vakolatli. Ishonchnomada qanday huquqlar berilgani ham muhim. Faqat ma'lumot olishmi, pul yechishmi, karta almashtirishmi, hisobni boshqarishmi? Har bir bandga e'tibor bering. To'rtinchi nozik masala telefon raqami. Juda ko'p muammolar aynan telefon raqamidan boshlanadi. Pensiya kartasi onaning nomida, SMS esa o'g'ilning telefoniga keladi. Yoki eski raqam yo'qolgan, yangi raqam boshqa odam nomida. Keyin mobil ilovaga kirishda, karta tiklashda, parol almashtirishda muammo chiqadi. Men maslahat beraman. Pensionerning kartasiga u o'zi foydalanadigan, doim nazorat qiladigan raqam ulangan bo'lsin. Agar pensioner telefon ishlata olmasa, hech bo'lmaganda raqam masalasi bankda to'g'ri va qonuniy tartibda rasmiylashtirilsin. 5-nozik masala, karta orqali qarz yoki kredit rasmiylashtirish. Ayrim firibgarlar pensionerlarning telefoniga qo'ng'iroq qilib, ularni ilova o'rnatishga, kod aytishga yoki havolaga kirishga majbur qiladi. Natijada pensioner nomiga onlayn qarz rasmiylashtirilishi mumkin.
Keyin pensioner men kredit olmaganman deydi. Lekin tizimda SMS tasdiq, ilova kirishi, shaxsiy ma'lumotlar ishlatilgan bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga va ularning farzandlariga aytaman. Pasport ma'lumotlari, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, SMS kod. PIN kod hech qachon telefonda aytilmaydi. Bank xodimi ham bunday kodlarni so'ramaydi. 6-nozik masala pensiya kartasidan biznes uchun foydalanish. Ba'zi odamlar ota-onasining kartasidan savdo pul aylantirish, mijozlardan to'lov qabul qilish uchun foydalanadi. Masalan, pensiya kartasiga har kuni 500 million so'mdan 20 million so'mdan turli odamlardan pul tushadi. Keyin o'sha pul boshqa kartalarga ketadi. Bunday holat bank nazoratida shubhali ko'rinishi mumkin. Chunki pensioner kartasi shaxsiy ehtiyoj uchun, pensiya olish uchun ochilgan. Uni do'kon, savdo, xizmat haqi yoki begona pul aylanishi uchun ishlatish keyinchalik tushuntirish talab qiladi. 7-nozik masala bankomatdan pul yechishda begonalardan yordam so'rash. Ko'p pensionerlar bankomat oldida "Bolam, menga yordam ber" deb notanish odamga kartani beradi. Bu juda xavfli. Notanish odam kartani almashtirib qo'yishi, PIN kodni ko'rib olishi, pulni kam berishi yoki keyinroq kartadan foydalanishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, bank filialida xodimdan yordam so'rash yaxshiroq. Bankomat oldida navbatdagi odamdan yordam so'rash eng xavfli usullardan biridir. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Pensioner kartasi qayerda ekanini tekshiring. Agar karta egasining o'zida bo'lsa, yaxshi. Agar karta farzand, kelin, qo'shni yoki boshqa odamda bo'lsa, sababini aniqlang. Agar pensioner o'zi ishlata olsa, kartani o'ziga qaytaring. Agar o'zi ishlata olmasa, qonuniy vakillik yo'lini ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, telefon raqamini tekshiring. Bankka boring yoki bankning rasmiy aloqa markazi orqali kartaga qaysi raqam ulanganini aniqlang. Agar raqam eskirgan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa yoki begona odam nomida bo'lsa, uni yangilang. Buning uchun odatda pasport yoki ID karta, telefon raqami va karta kerak bo'ladi. Ayrim banklar pensionerning shaxsan kelishini talab qiladi. Agar pensioner kela olmasa, bankdan uyga xizmat yoki vakillik tartibi haqida so'rang. 3-qadam, PIN kod va SMS kodlarini himoya qiling. Pensionerga oddiy qilib tushuntiring. Hech kimga kod aytmaysiz, hatto o'zini bank xodim desa ham. Agar kimdir shoshiltirsa, qo'rqitsa, kartangiz yopiladi desa, darhol telefonni qo'ying. Firibgarlar aynan qo'rqitish va shoshiltirish orqali odamni xato qildirishadi. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi, PIN kod so'ramaydi, kartaning orqasidagi 3 xonali kodni so'ramaydi. 4-qadam, bankdan rasmiy ma'lumot oling. Agar kartada cheklov bo'lsa, odamlar shunaqa deyapti deb yuravermang. To'g'ridan-to'g'ri bank filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya kartasi, telefon raqami ulangan SIM karta, agar vakil bo'lsa, ishonchnoma olib boring. Bank xodimidan cheklov sababi, uni olib tashlash tartibi, qanday ariza yozish kerakligini so'rang. Agar javob og'zaki bo'lsa, kerak bo'lsa yozma murojaat qoldiring. 5-qadam, agar pensioner yura olmasa, notarial ishonchnoma masalasini hal qiling. Notariusga murojaat qiling. Pensionerning holatini tushuntiring. Ayrim holatlarda notarius uyga borib xizmat ko'rsatishi mumkin. Ishonchnomada vakilning huquqlari aniq yozilsin. Bankdan ma'lumot olish, karta bo'yicha murojaat qilish, pensiya pulini olish. Ariza berish yoki boshqa zarur harakatlar. Umumiy va tushunarsiz yozilgan hujjat keyin bankda savol tug'dirishi mumkin. 6-qadam, kartadagi pul harakatini kuzating. Har oy pensiya tushganda qancha pul tushdi? Qachon yechildi? Qayerga sarflandi? Shuni bilib boring. Agar pensionerning o'zi tushunmasa, ishonchli farzand yordam bersin, lekin hammasini ochiq ko'rsatsin. Masalan, daftar tutib qo'yish mumkin. 5 kuni pensiya tushdi, 500 ming so'm, 6 kuni dori uchun 300 ming so'm, 7 kuni kommunal to'lov 200 ming so'm, 8 kun naqd yechildi 200 ming so'm. Bu oddiy nazorat oilada ham ishonchni saqlaydi. 7-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlar va xabarlarni darhol to'xtating. Agar kimdir pensiyangiz boklanadi, kartangiz yopiladi, kompensatsiya olasiz, yordam puli tushiramiz, kodni ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. Hech qanday havolaga kirmang, ilova o'rnatmang, karta rasmini yubormang. Faqat bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Telefon qilgan, odam bergan raqamga qayta qo'ng'iroq qilish ham xavfli bo'lishi mumkin.
8-qadam agar pul yechilib ketgan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin bank filialiga borib ariza yozing. Arizada operatsiya sanasi, summasi, qaysi vaqtda aniqlaganingiz, siz bu operatsiyani qilmaganingizni aniq yozing. Shuningdek, ichki ishlar organlariga ham murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Qancha tez murojaat qilsangiz, tekshiruv uchun imkoniyat shuncha yuqori bo'ladi. 9-qadam, pensioner kartasidan begona odamlar pul aylantirmasin. Agar farzand biznes qilsa, o'z nomiga alohida karta yoki hisob ochsin. Ota-onaning pensiya kartasi oilaviy hurmat bilan alohida saqlanishi kerak. Chunki ertaga bank savol bersa, pensioner katta pul kirim chiqimini tushuntirib bera olmasligi mumkin. Bu esa ortiqcha tekshiruv, vaqt yo'qotish va asabiylashishga olib keladi. 10-qadam. Bank bilan muloqotda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gaplashing. Men shuncha yildan beri mijozman. Bu mening onam. Hamma shunday qiladi degan gaplar muammoni hal qilmaydi. Bankka kerak bo'ladigani shaxsni tasdiqlovchi hujjat, karta, ariza, ishonchnoma, telefon raqami, operatsiya ma'lumotlari. Hujjatlar tayyor bo'lsa, masala tezroq yechiladi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirmoqchi bo'ldim. Pensiya kartaga tushishi taqiqlanmagan, lekin pensiya kartasini begona odamga berish, kodlarni aytish, karta orqali shubhali pul aylantirish, telefon raqamini noto'g'ri ulash va hujjatsiz vakillik qilish katta muammoga sabab bo'lishi mumkin. Banklar bunday holatlarga befarq qaray olmaydi. Chunki gap pensionerlarning puli va xavfsizligi haqida ketmoqda. Mening maslahatim oddiy. Kartani egasi nazorat qilsin, kodlar sir bo'lsin, telefon raqami tartibda bo'lsin, yordam kerak bo'lsa hujjat bilan rasmiylashtirilsin. Shunda pensioner o'z pulini tinch va xavfsiz oladi. Farzandlar ham ortiqcha muammoga duch kelmaydi. Agar sizning oilangizda pensiyasi kartaga tushadigan inson bo'lsa, bu videodagi ma'lumotlarni albatta unga tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kartasi bo'yicha muammo bo'lganmi? Bank karta bloklaganmi? Yoki firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Tajribangiz boshqalarga foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga va tanishlaringizga yuboring.